Musulmon ota oilasini, farzandlarini, ko'chadagi holatini ham, uydagi holatini ham nazorat qilishligi kerak bo'ladi. Otalar qiyomatda javob berasizlar. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis Abu Said al-Khudri roziyallohu anhudan. Xuddi hozirgi kunimizga aytilgan hadisda qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam la tattabi'unna sunana man qablakum shibran bi shibrin va zira'an bi zira'in. Albatta o'zlaringizdan oldingilarning sunnatlariga qarishma-qarich, arshinma-arshin ergashasizlar. Hatta law salaku juhra dobbin la salaktumuhu. Hatto ular zobning, hasharotning yoki ilonning uyiga kirsalar, ularga ergashib sizlar ham kirasizlar. Shunda sahobalar aytishki, "Ya Rasululloh, al-yahuda va nasoro?" Yahud bilan nasoralarga ergashamizmi? Qola faman. Men kim aytayapman bo'lmasam dedi. Sizlardan avvalgi yahud va nasorolarni qilgan ishlariga, fe'llariga qarishma-qarich ergashasizlar. Agar hasharotni teshigiga kirsa, shunga ham kirasizlar dedi. Kiryapmizmi yo'qmi? To'ylarimiz, urf-odatlarimiz, kiyim-kechagimiz, yurish-turishimiz, gapirishimiz, orzu umidlarimiz ergashmayapmizmi? Kim beryapti bu modani? Ergashyapmizmi? Qarishma-qarich, arshinma-arshin. 5-sinfda o'qiyotgan 4 ta 10 o'g'il bolani olib chiqib turib, futbolistlarning atini so'rang biladi. 10 ta sahobalarning atini so'rang, bilmaydi. Ergashyapmizmi? Ergashyapmizmi? Ergashyapmiz. Bironta yahudiyni, nasroniyni, musulmonlarning odatiga taqlid qilganini ko'rganmisizlar? Bironta yahudiy, nasroniy musulmonning kiyimini kiyib, musulmonning urf-odatlariga amal qilayotganini ko'rganmisizlar? Nimaga ular ergashmaydi, nimaga biz ergashamiz? Payg'ambarimiz qiyomat alomatlarida deb aytayapti. Qarishma-qarich, arshinma-arshin ergashasizlar. Ammo musulmonlarning orasida peshqadamlikni da'vo qilayotgan odamlar bor. Bular madaniyat, taraqqiyot da'vosi bilan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan narsalarni hayotga olib kirib kelayotganini ko'ramiz. Taraqqiyot da'vosi bilan musulmon kishiga ham, musulmon ayolga ham to'g'ri kelmaydigan kiyimni kiyayotganini hammamiz ko'rib turibmiz, birodarlar. Birodarlar, erchi urmaylik, ko'zimizni ochaylik. Qiyomatda javob beramiz. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik. Bachchavozlikni iflos narsa ekanligini bilgan oxirgi avlod biz bo'lib qolmaylik. Farzandlarimizga shu narsani tushuntiraylik, aytaylik, bo'lmasa ular shularga ergashib ketib qoladi. Alloh saqlasin. Ayrim odamlar aytib qoladi, duolarimiz ijobat bo'lmayapti. Yurish-turishimizda bir baraka bo'lmayapti. Endi birodarlar, yurish-turishimizni qanaqaligini g'arb belgilab bergandan keyin qarishma-qarich, arshinma-arshin shu mushriklarga, kofirlarga ergashganimizdan keyin duoimiz ijobat olsinmi? Birodarlar, gunohlarimiz ko'payib ketyaptiki, yer qimirlayapti. Bekarga emas. Ma asoba min musibatin fa bima kasabat aydikum va yafu an katir. Voy, nima musibat yetsa deyapti Alloh. Nima musibat yetsa, o'zingizlar qo'lingizlar bilan qilgan ish tufayli yetadi. Yana ko'pini kechirib tashlayman deyapti Alloh taolo. Va idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Ey Muhammad alayhisalom, meni bandalarim sizdan men haqimda so'rasa ayting, men yaqinman ularga. Duo qilsa duolarni ijobat qilaman. Bas haq yo'lga yurishlari uchun ular ham meni da'vatimga javob qilsinlar, menga iymon keltirsinlar.